Assalomu alaykum Metal Mart obunachilari. Mana bugun Metal Mart kompaniyamizni birinchi podkast sonini boshlab oldik. Usta ishni tugatib ketgandan keyin texnozorimiz borib tekshiradi. Mijozni ishonchini qozonish kerak. Agar u yerda muammo kamchiliklar bo'lsa, texnozor tezda bartaraf qilinadi. To'yxonani, restoranning egasi ham ancha pul sarflayapti. Bu reklamalar chiqyapti Instagramda. Bizdagi narxdan arzon. qancha masalan? $10 arzon. Lekin $10 sifat sotib ololmayapti-da. Katta qurilish kompaniyalarini Depo Resident, Eco House bor, Gold House bor. Xonsaroy bilan shartnoma bo'ldi. U yerda ham ish jarayonlari ketyapti. Qora temir mavzusiga keladigan bo'lsak, qora temirda qilingandan keyin ish ko'proq jidcha. Chunki qora temirda baral qilingandan keyin uni shilib tozalab, zamaskalarigacha joy-joyiga qilib, undan keyin kraska sachib, 1 yilda yoki 2 yilda bir remont qilish kerak uni. Muammosi ko'p. Nijeviki 1 yil qo'ydirasiz, bo'ldi. Uni arz tozalab tursangiz bo'ldi. Dog' bo'lib ketgan barir. Uni ustiga kiram yayorgan, xolos ham yayorgan yuvib olib kelib, u xonadon egalaridan so'radim, ozgina namlatib beringlar. Arz tozalab bersam, hali shunaqa yaltirab chiroyli bo'lib qoldi. Biz artuvdik ketmadi, deyapti. Siz buni artmabsiz dedim. Artilmagan umuman. Artilmagan umuman shu darajada rasvos chiqib ketganda 10 metr yo'lsa 15 metr bariringiz bo'lsa 20 minut vaqtingiz ketadi aning artgan. Metal Mart mustahkamlik va sifat uyg'unligi. Assalomu alaykum Metal Mart obunachilari. Mana bugun Metal Mart kompaniyamizni birinchi podkast sonini boshlab oldik. Ilk mehmonimiz Bobur akam Mahmudov, ish boshqaruvchi lavozimida ishlab keladi. Ancha yillardan beri Metal Mart kompaniyamizda. Bobur aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizlarmi? Rahmat, o'zingiz ham yaxshi kelib oldingizmi aka? Alhamdulillah yaxshi. Toshkentlar yoqdimi? Toshkent ancha go'zal emasmi? Toshkentni ko'rkigani ham biz ko'rk qo'shganimizdan juda ham mamnunmiz. Bu ma'lumotni o'zim bilaman, lekin obunachilarimiz bilmaydi. Metal Mart kompaniyamizni tashkil topishi nechinchi yil tashkil topgan, shu bo'yicha ozgina ma'lumotlar bo'lsa berib kelsiz. Metal Mart kompaniyamiz 2001-yildan beri temir sohasida ish olib borib keladi. Ancha yillardan beri qora temir sohasida. 2022-yildan beri nijevika sohasiga kirib kelganmiz. Undan beri yangiliklar qilishda davom etyapmiz. Xudo xolasa ancha o'zgarishlar katta. Yildan yilga kompaniyamiz kengaytirib boryapmiz. Rivojlanish o'ta darajada go'zal. Undan tashqari hozirgi paytda Metal Mart kompaniyamizni showroomlari, filiallari nechtaga yetgan? Showroomlarimiz O'zbekistonning barcha viloyatlarida mavjud. Qolaversa, qo'shni davlatlarda ham ishlarni boshlaganmiz. Qirg'iziston, O'shda ham ochilgan. Endi yana sekin-sekin harakat bo'lyapti. Qozog'iston, Tojikiston shu yoqlarga ham. Boshqa respublikalarda ham yana ochish niyatimiz bor. Ochish niyatimiz bor ularga. Hozirgi kunda Metal Mart kompaniyasini boshqa nejevika kompaniyalaridan ustunlik tomonlari. Bizni Metal Mart kompaniyamiz asosan mahsulot sotishdan ko'ra mijozni ishonchini qozonish afzal biz uchun. Chunki bizda narxlar birinchi o'rinda stabil. 10 yil zanglamasiga kafolatimiz bor. Qolaversa 1 yil servis xizmatimiz bor. Favqulodda qandaydir hodisa bo'lsa, boshqa bo'lsa, svartka holatlari sinib ketishligi mumkin. Shunaqa holatlarda 1 yilgacha servis xizmatlarimiz bor. Endi mana zanglamasligiga deyapsiz. Mana u obunachilarimizga ham qiziq. Ko'p joyda mana videolar ham o'zim ko'rib olaman. Ko'pchilik nejevika qildirdim, zanglab ketdi. Shu haqida ko'proq jalbalar tushadi. E'tirozlar ko'p. E'tirozlar ko'p bo'ladi. U materialdami ayb, yo qildirgan mijozdami ayb? Biz shuning uchun mijozlarga har biriga ish tugatgandan keyin ustalarimiz sertifikat yozib beramiz. Sertifikatda orqa tomonini qarasa, keltirib o'tilingan har xil xlorli vositalardan foydalanish mumkin emas. Reaksiyaga kirib ketish mumkin. Oddiy namlata va orqasidan quruqlatib artib qo'yiladi bo'ldi. Endi qonun qoidasi bor demoqchi. Qonun qoidasi bor. Bizda hozir jicha e'tiborsizliklar ko'payib ketyapti. Har xil xlorli vositalar, ba'zi bir joylarda ko'ryapmiz, zinalarga granit bosilyapti, mramor bosilyapti. Shularni yuvish maqsadida kislota ham ishlatilyapti. Shu bizni mahsulotlarga nijevikaga teggandan keyin reaksiyaga kirishyapti, dog' bo'lish holatlari bo'lyapti. Zang chiqaradi o'zidan. Bu mumkin emas-da, bu narsalar tegishligi, reaksiyaga kirishib ketib qoladi bu. Bu narsalarda biz bergan sertifikatlarda ko'rsatib o'tilgan har biri. Qo'llanmaga qarab turib, artishda nimalarni o'rganib olsa bo'ladi. Bo'ladi.
men ham bilasiz Metalmart kompaniyasi xodimiman. Bir joyga basseyn, Hmm. ichki suzish havzasi, o'sha yerga kim qilgan bilmayman, urishdi. To'siq nержавейкаdan Hmm. zanglab ketyapti. Lekin bu tashqariga qilingan nimasi zanglamayapti. Mana tashqi zinalariga Hmm. xuddi shu materialdan baryer qilib bergan nержавейкаdan. Ichkariga ham xuddi shu mahsulotdan to'siq qilib beryapti. Uni zanglab ketishi nimadan? Bu yerda ustani xatosi. Chunki basseynga отдельный marka mavjud. Markalari 204 bor. marka mavjud. Shundan ishlatilishi kerak. Shu materialdan ishlatilishi kerak. U yerda qanaqa holat bo'lgan men bilmayman. Agar 304 marka ishlatilinib kelib zanglab ketgan bo'lsa, u strukturasini o'rganish kerak uni. Misol uchun suvga nimadir xlorli vosita tashalganmi? Shunday reaksiyaga kirishilinadi. Agar 304 marka bo'lmasa, u tabiiy hol. Suvda o'z xususiyatini yo'qotadi. Ko'proq namlikda ham o'zidan zang chiqaradi. Markasi pastroq bo'lsa, shunaqa. Markasi past bo'lsa, 201 marka bo'lsa, unaqa joylarda suvga mumkin emas bu narsa ishlatilishi. Mana obunachilarimiz ko'rib turibdi. Misol uyiga nержавейкаdan baryer qilmoqchi, to'siq qilmoqchi bo'lsa, yana nimalarga e'tibor berish kerak ko'proq? Bizda eng e'tibor beradigan jihati mahsulot qalinligi. Stenkasi deymiz. Shu qalinligida ko'p aldov bo'ladi. Ba'zi bir joylarda ba'zi bir ustalar, qo'shtirnoq ichidagi ustalar endi 0.9 stena qilib beraman deydi, 0.9 qalinlikda qilib beraman deydi-da, 0.7 ni qo'yib ketyapti. Uni olib qildirayotgan mijoz nimasida o'lchaydigan apparati bo'lmasa, to'g'rimi? Shu joyda jicha yolg'on ishlatilyapti. Lekin bizni firma 0.9 mi 0.9. Bu yerda hech qanaqasiga yolg'on ishlatilmaydi bizda. Biz o'zimiz har bitta ishchimiz borib o'rnatib kelgandan keyin mijozlarga aloqaga chiqamiz o'zimiz. Aka, ko'nglingiz to'ldimi qilib berilgan ishda? Tekshirib oldingizmi hamma yo'qda? Keyin texnazorlarimiz borib tekshiradi u ishlarni. Usta ishni tugatib ketgandan keyin texnazorimiz borib tekshiradi. Hamma yo'q endi asosan boshda aytib o'tdim-ku, mijozni ishonchini qozonish kerak. Shu birinchi maqsadimiz. Agar u yerda muammo kamchiliklar bo'lsa, texnazor tezda bartaraf qilinadi. Kompaniyaga aytadi, borib yana qaytadan muammoda hal qilinadi. Hal qilinadi u ishlar. Ko'p joyda shunaqa nima deydi haligi bizga ham keladi. Bu joyga sizlar qilib beribsizlar. Bu qilib berilgan ishinglar sifatsiz bo'libdi deydi. Qayerga qilib beribmiz? Mana tashkilotga yo'nsa bunaqa biror joyda aytadi. O joyda borib o'rganganimizda mahsulot bizniki bo'lmaydi. Bizning mahsulot emas. Keyin u joyda egasidan so'raymiz biz. Shunaqa Metalmartda qilganmidingiz? Bu ham ba'zi biri eslaydi, ba'zi biri eslay olmaydi. Sertifikat berganmi desangiz, yo'q deydi. Bizda bolalar обязательно sertifikat yozib qo'liga taqdim qilib keladi. Uni qanday bilib olasiz bizning mahsulotmasligiga? Endi o'zimiz mahsulotimizni birkasini o'zimiz bilamiz. Xitoy tomonidan urilgan birkasini. Boshqa kompaniyalarga boshqa urilmaydi. Keyin hozirgi kunda eng katta muammolaridan bittasi, mana hozirgi kunda Xitoy ochilib qolgan. Bilsangiz, hamma Xitoyga borib kelyapti. Xitoydan olib. Narigi mahallaga o'tib kelganda. Shu yerda mana restoran, kafe sohasi bilan shug'ullanadigan akalarimiz ko'proq mana ko'chada yuramiz, biz ham tanish akalarimiz restoran, kafelari bor. O'shalar Xitoydan stul zakaz qilyapti. Lekin stul kelgandan keyin sifatsiz bo'lib chiqyapti. Ayniqsa sinib ketyapti. Meni o'zim ham mana bir yaqin tanish akami to'xonasi bor. Xitoydan stul olib kelgan, lekin arzonroq olib kelgan. Cho'ntaybob deb ko'ramiz. Olib kelganda stul suyanganda kelgan mehmonlar suyanganda уже stul sinib ketyapti. Keyin yana uni qaytadan uni remont qilishyapti. Shunaqa bo'lmasligi uchun nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak? Ko'p biznesmenlarimiz internet tarmog'ida ko'payib ketdi. Aytgan stulingizni, aytgan modelingizni olib kelib beramiz deyapti. Shundan ba'zi bir tushunmaydigan sohada endi bu ham. U boryapti turgan odamlar bu nijavega sohasini umuman tushunmaydi. Juda ko'p. Tushunadigan ham chiqar balkim ichidan. Lekin tushunmaydi. Hozir siz aytyapsiz-ku, o'zi olib keltirdi, hamyonbop, keyin remont qilgizdiryapti deyapsiz. Remont biz qilyapmiz remontni.
Chunki vodiyda goldga bo'yaydigan apparat yo'q-ku. U stollarda aksariyati gold. Ko'pi hozir 90% o'zi gold bo'lib ketdi. Uzilib ketgan joyini boshqatdan svarga qilgandan keyin uni gold qilish kerak. Bizga beryapti, biz uni yana gold qilib yana qaytadan beryapmiz. Olib kelgan narxidan bizdagi narxdan ham oshib tushyapti ular. Bizdan ko'ra hozir arzonroq olib kelib, lekin qimmatiga tushyapti. Qayta remont qilishligi уже qimmatga tushyapti ularga. Yana eslatib o'taman, vodiyda yagona-yu bizdagi gold apparatimiz. Bular Toshkentga jo'natishi yoki boshqa joyga jo'natib goldga bo'yatishi qimmatga tushganligi uchun vodiyda bizga murojaat qiladi hammasi. Remont qilishligi, gold apparatga solishligi, goldga bo'yashlik. Bu xizmat bizda mavjud xolos vodiyda. Endi olib keltirish masalasiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda Xitoyga boryapti hamma biznesmen. Endi asosan biznesmenlar qilyapti buni. Tadbirkorlar olib kelib beramiz deyapti. Endi to'g'ri kargo yo'nalishi boshqa balo. Bularda yo'l-yo'lag'ini biladi. Lekin nijaveka stulda qalinligi, materiali, ichidagi machalkasi qanaqa holatda bo'lishligi, qaysi holatda upakovka qilib yetkazib berishligini bilmaydi-da. Nimalarga e'tibor berish kerak endi u yerga borgandan keyin? Mana siz o'zingiz ham Xitoyga ko'p borib kelib turasiz. Shu masala bo'yicha. Yaqinda xodimlarimiz shu stul masalasi bo'yicha Xitoyga bordi. Borib, bitta model ustida 15 kun vaqti ketdi. Nijaveka stul olib keltirish bo'yicha. Nijaveka stulni zakaz berish uchun Xitoyda zavod aytayapti. Mana shu stuldan kerak model tanladik, yoqdi bizga. Mana shu stuldan yasab ber bizga deyapmiz. Yasayapti. Bizga taqdim qilyapti, ko'ryapmiz, stenalarni o'lchayapmiz. Material nima bo'ladi buni? Hamma yo'qni tayyorlab beryapti, ko'ryapmiz. Bizga ma'qul kelmayapti bu narsa. Stenkasini ko'tar. Qalinroq qil. Qalinroq qilib berish kerak-da, chunki bu bitta mijozga sotganingizdan keyin uni u mijozga xizmat qilish kerak bu stul. Bir martalik bo'lib qolish kerak emas-da. To'yxonaga qo'yilgandan keyin, restoranga, kafega qo'yilgandan keyin eng kamida 5 yil, 10 yil xizmat qilish kerak bu stul. Chunki shuncha pul sarflab olib kelyapsiz. To'yxonani, restoranni egasi ham ancha pul sarflayapti. Endi bu reklamalar chiqyapti Instagramda arzon. Bizdagi narxdan arzon. Qancha masalan? $10 arzon. Lekin $10 sifat sotib ololmayapti-da, arzonga. Allanib qolyapti. Qo'pol qilib gapirganda, bu sohani tushunmaydigan insonlarga zakaz berib qo'yyapti. Bu sohani tushunish kerak. Qalinligi qanaqa figurada bo'ladi bu. Machalkasi hamma yo'g'iga e'tibor berish kerak. Bu juda chuqur murakkab etap. Stullarni faqat to'yxona uchun xarid qilmaydi-da mijozlar. Uni xitoyliklar bilmaydi. Bizda arendatorlarimiz bor. Stul ijara. Hovlida bo'ladigan marosim, to'y, ma'raka, shunga o'xshagan narsalarga u stullar bir kunda ikkita joyga borib keladi kerak bo'lsa. To'g'ri, har xil vesli odamlar bor. Har xil vesli odamlar o'tiradi. Endi bitta joyda tursa-yu mayli. Bitta joyda turmaydi-da bu stullar. Shuning uchun biz Metalmart kompaniyasi tomonidan ishchi guruh tashkil qilingan. Bu ishchi guruh ikkita xodim Xitoy davlatidan kelmaydi. Yashaydimi u yoqda? Shu yoqda yashaydi. Bizga chiqarilayotgan turgan mahsulotlarni har birini nazorat qilib tekshirib, qalinligi, chexoli qalinligi, machalkasi hamma yo'g'igacha tekshirib, kerak bo'lsa, shu zavodda oldidan uy arendaga olib ko'chib borib o'tiradi. Kunligini nazorat qiladi. Tayyor bo'lgan mahsulotlarni bizga jo'natadi bu yoqqa. Yuklanayotgan jarayongacha shu ikkita xodim mas'ul. Hammasini tekshirib o'tiradi. Shuning uchun bizda hozir stulni narxi o'sha internetdagi narxdan ko'ra $5, $10 qimmatroq. $5, $10 qimmatroqligini sababi qalinligida sifatida. Uzoq yil xizmat qilishda. Qaysi model yoqdi sizga deyapti? Bu model yoqdi deyapti. Shuni Xitoyga boryapti. Xitoyda oldiga zavodga kelyapti. Menga bu modelingdan muncha 500 ta yoki 300 ta yoki 1000 ta kerak. Stul zakaz qilib kelishyapti. Uni qalinligi, chidamliligi, ko'jalari, machalkasi qalinligi bu narsani surishtirilmayapti. Mana shu joyda xatolik ko'p bo'lyapti. Mana Metalmart kompaniyasining hozir O'zbekiston bo'yicha undan tashqari qo'shni davlatda ham filiallari bor. Xo'p, shular hozir qanaqa qurilish kompaniyalari bilan ish faoliyat olib boryapsiz? Hozirgi kunda
katta qurilish kompaniyalarini Toshkent shahrida oladigan bo'lsak, Depo Resident, Eco House bor, Gold House bor. Hozirgi kunda yana yaqinda yangi shartnoma bo'ldi. Xonsaroy bilan shartnoma bo'ldi. U yerda ham ish jarayonlari ketyapti. Alloh nasib qilsa, boshqa obyektlarni ham sekin-sekin olamiz ularni. Toshkentda hozircha eng katta kompaniyalar shular, qurilish kompaniyalari. Endi vodiyga qaytadigan bo'lsak, Andijonda Yaqin Group bor. Eng katta gigant kompaniya. Reverum House bor. Yana ko'p ular ham. Bularni har bittasini obyektlarini Ponni Nijabeka bilan qilamiz. Qora temir mahsulotlaridan bular уже zerikkan desangiz ham bo'laveradi. Chunki qora temir mahsulotlarini qilib balkonlariga, ichki zinalariga qilgandan keyin zdaniyani bitirib topshirgungacha yog'ingarchilik bo'ladi, boshqa bo'ladi. Уже zanglash hodisalari bo'lyapti. Zanglab ketadi. Zanglab ketib qolyapti. Shuning uchun bular Nijabekaga o'tib bo'lgan. Nijabeka mahsulotlari ular uchun eng qulay variant. Puli ham hamyonbop, sifati yaxshi. Keyin mijozga topshirgandan keyin uylarda biz servis xizmatimiz ham mavjud-ku. Xonadonni olgandan keyin ham biror narsa bo'lsa, telefon qiladi, biz borib muammoni hal qilamiz. Hozir Metalmart kompaniyani xizmatidan foydalanayotgan odam, masalan, usta bordi, sertifikat qog'oz berdi. Xo'p, ustani o'ziga bog'lanadimi yoki kompaniyani o'ziga bog'lanadimi? Kompaniyani o'ziga bog'lanadi. Ertaga nimadir voqelik sodir bo'lsa, usta biz bilan ish to'xtatgan bo'lishligi mumkin. Lekin kompaniya bor. Xohlagan vaqt shu telefon qiladi, kompaniya hal qilib beradi muammosini. Usta hal qilmaydi. Shuning uchun bu yerda sertifikat qog'ozda kompaniya call centerimiz ham обязательно yoziladi. Bobur aka, hozirgi kunda mana O'zbekistonda 60% yoki 50% qurilish kompaniyalari panjara, baryerlarni qora temirdan qilyapti. Qolganlari mana Nijabekaga o'tyapti sekin-sekin. Buni qora temirda qilgan yaxshimi yoki Nijabekada? U qanchalik to'g'ri Nijabekada qilishi? Endi qora temir mavzusiga keladigan bo'lsak, qora temirda qilingandan keyin yoki baryer, reshotka, balkonga qizig'i yo'q. Uni ish ko'proq jitcha. Chunki qora temirda baryer qilingandan keyin uni shilib tozalab, zamaskalarigacha joy-joyiga qilib, undan keyin kraska sachib, bo'lmadi deganda 1 yilda yoki 2 yilda bir remont qilish kerak uni. Remont qilish kerak. Ish ko'p unga, muammosi ko'p. Nijabekaga gitsangiz, Nijabeka 1 yil qo'ydirasiz, bo'ldi. Uni artib tozalab tursangiz bo'ldi. Kraskalamansiz, zanglamasa, urinmasa bo'ldi. Yog'ingarchilik yog'adigan bo'lsa, endi har hozirgi o'zbek xonadonida pokizalikka juda e'tibor katta. Baribir 2 kunda bir artadi buni. Baryerlarda boshqani ba'zi bir xonadonlarimiz kunda artadi. Kunda ertalab turib artadi. Oddiy xonadonlarimizda, misol uchun domlarda ham bir haftada bir artib turilsa bo'ldi. Jicha e'tibor talab xolos. Eng muhimi xlorlangan, aytib o'tganimizdek, xlorlangan, taqiqlangan vositalardan foydalanib qo'ymasa bo'ldi. Uyga Nijabekadan baryer qildirdi, to'siq qildirdi, uni saqlash tartibini aytib o'tib kelsiz. Buni saqlash tartibi oddiy. Xlorlangan vositalar, spreylar, feri, shunga o'xshagan narsalar ishlatilmaydi. Artib tozalab turiladi bir haftada bir marta. Kislotalardan foydalanilmaydi. Agar bu vositalar foydalanilsa, zanglab ketadi, dog' bo'lib ketadi mahsulotlar. Yaqinda shunaqa voqea bo'ldi. Namanganga bitta xonadonga baryer o'rnatib bergan edik. 2024-yil o'rnatdik. Telefon bo'lyapti. 1 yildan o'tib telefon bo'lyapti. Shunaqa baryer o'rnatib beruvdilaring, tanidik, bazamizda chiqdi nomeri. Aytayaptiki, zanglab ketdi, bu urinib ketdi, qilib bergan baryeringlar deyapti. Sizlar deyapti, 10 yilga kafolat beruvdinglar u deyapti. Xo'p, manzil qayerda edi? Namanganda. Bu 1 yillik servis xizmatimizning muddati tugab bo'lgan. Keyin zanglab ketdi deganligi uchun bordik, jarayonni o'rgandik. 1 yildan oshiq vaqt uyda ustalar ishlagan, boshqa bo'lgan remont. Baryerni umuman artmabdi. 1 yil davomida. 1 yil davomida baryerni artmabdi. Borib ko'rdim, hamma yo'q, yaxshi, hech qanaqa bir unaqa strashniy narsa yo'q. Dog' bo'lib ketgan baryer. Uni ustiga kir ham yayorgan, xolos ham yayorgan, yuvib olib kelib, u xonadon egalaridan so'radim, ozgina namlatib beringlar.
Talata bilan suvda olib kelib, shunday arf tozalab berdim o'zim. Arf tozalab bersam, hali shunaqa yaltirab chiroyli bo'lib qoldi. Biz artuvdik ketmadi deyapti. Siz buni artmabsiz dedim. Artilmagan umuman. Artilmagan umuman shu darajada rasvos chiqib ketganda, endi bu ozgina vaqt ketadi xolos. Buni bunday artib tozalab qo'yadi, bo'ldi. Misol uchun 10 metr yo'lsa 15 metr barringiz bo'lsa, 20 minut vaqtingiz ketadi aning artgan. Hozirgi kunda mana qo'shni davlatlarimizdan Qirg'iziston Respublikasiga filial ochilgan. O'sha Qirg'izistonga Metalmart kompaniyasining kirib kelishi qanaqa bo'lgan? Metalmart kompaniyasining Qirg'izistonga kirib kelish sabablari internet tarmoqlarida. Internet tarmoqlaridan, Instagramdan ko'p zakaz oldik boshlanishiga. Novxod, Qo'sh, Bishkek shu joylardan talab ko'payib ketdi. Bolalar chiqadi, baryer o'rnatadi, ustalarimiz boryapti-da, yuk borishini kutyapti. Vaqt ko'p yo'qotyapmiz. Kompaniya rahbarlari bilan birga maslahatlashgan holda o'z shahriga o'z filialimizni ochishga qaror qilganmiz. Hozirgi kunda o'z shahrida filialimiz avvalambor rizq Alloh nasib qilib ancha rivojlanib ketdi. Katta-katta qurilish kompaniyalari, ko'p qavatli uylar, ishlab chiqarishlar Yetkazib beryapsiz shularga. Yetkazib beryapmiz hammasiga. Keyin biz kirganda u joyda ham boshlanishda bizda o'zimizda ham vodiyda, Toshkentda bo'lgan-ku, narxlar har xil bo'lgan. Stabilniy narx bo'lmagan. Metalmart kompaniyasi narxlarda stabilniyligi bilan birga ajralib, juda katta o'zgarishlarga sabab bo'ldi. Narx hozir ushalib qolgan hozir. Boshqalar ham ozgina narxlarni pastlatib, bunga qarab ish qilyapti. Boshqa ustalar ham mahsulotni o'zimizdan olib ish qilyapti. Sklad katta, showroom 10 taga yaqin brigadamiz bor. Ishlashyapti hozir. Ish ketyapti u yerlarda, juda katta obyektlarda borganmiz. Yaqinda bitta voqea bo'ldi. Qurilish firma kelyapti-da, Nijevega necha pul deyapti. Shunaqa bir 10 etajli zdaniya ham bor deyapti. Nijevega 245 ming so'm 1 metri. Eng arzoni necha pul? 224 ming, 245 mingligini qilgizaman bo'pti deyapti. Menga deyapti, keltirib ber deyapti. Qora temirdan qilgizganim ma'qulmi yoki Nijevga qilgizganim ma'qulmi? Men sabablarni keltirib berdim. U mijoz ko'ngli to'lmadi bizdan. Ketdi chiqib. Oradan 2 oy vaqt o'tdi. Qayta tanlovga chiqyapti shu quruvchi akamiz. Men obyektimga kelib ketsangiz. Bo'ldi aka. Obyektga borganimda zinaga qora temirdan baryer qilgan, shu darajada sifatsiz qilganki, endi ta'riflashga til ojizda. Juda darajada yupqa material ishlatib ketgan. Endi qaysi svarshi qilgan, kim qilgan bilmayman. Shuni nima qilsa bo'ladi deyapti. Buni bilmadim endi dedim. O'zingiz tanlagan narsa. Men misol uchun sizga tavsiya qildim. Nijevga qilaylik aka buni. Endi qurilish bitta bo'lgan. Shu qolib ketganda orada shu baryerini qilmagan. Pajarning xod tashi zinasini. Buni olib ketib, o'rniga Nijevga siz o'rtasiga farqini bersam deyapti. Buningizni men kimga beraman aka? Buni men sizga kimga o'tkazib beraman aka? Buni olib tashlaymiz dedim. Olib tashlang uga dedi. Shuni baryerini kesib olib chiqib taklab berdi-da, Nijevga baryer qilib berdi. Chiqib ustilarga chiqib ko'ryapti Ali mijoz, qimirlatib ko'ryapti. Ikkita ish xodimi bilan birga. Aka behijolat. 1 yilgacha servis xizmatimiz bekarga sizga. Aka mayli, 5 yil ichida nimadir bo'lsa aytaverasiz. Shu mijoz bilan adashmasam, juda ham katta kompaniyada endi u ham 5-6 obyektni hozir qilyapmiz. Davomiy cho'zilib ketdi. Davomiy ketdi. Lekin birinchi qildirgani o'ziga oshcha chiqim bo'lganda. Oshcha chiqim bo'ldi-da. Qaytib bizni temirga yaqinlashmayman dedi. Pererasxodda 2 marta rasxod qildi. Aka, hozirgi kunda Metalmart kompaniyasini qaysi viloyatlarda showroomlari bor? Showroomlarimiz Toshkent shahrida, Andijon, Farg'ona, Namangan, Xorazm, Qarshi, Samarqand, Buxoro filiallarimiz, O'sh, Qirg'iziston. Bizga call centrimizga murojaat qilsa, qayerdanligini qizig'i yo'q. Misol uchun Xorazmdan murojaat qilyapti call centriga. Xorazmdagi filialimizga yo'naltiriladi. Shu filialimiz ustalari borib, vaziyatni o'rganib, ishini bitirib beradi. Qolgan viloyatlarda ochilmagan joylar bo'lsa, filiallarimiz, showroomlarimiz ochilish jarayonida, Alloh nasib qilsa, bu joylarga ham ochamiz. Agar yo'q, filialimiz yo'q joydan aloqaga chiqadigan bo'lsa, eng yaqin filialimizga yo'naltiramiz. Eng yaqin filialimiz borib, bu ishni bitirib beradi.
Metalmart kompaniyasida hozirgi kunda nержавейка mahsulotlaridan nimalar ishlab chiqariladi? Avvalambor baryer mahsulotlari, tapchanlar, navis, hozir darvoza robotlarga ham nержавейка listlarimiz ishlayapti. Qora rangli listlarimiz ishlayapti. To'yxona stullari, oshxona stullari, keyin oshxona jihozlari, marmitjon, mo'yka, parhezli liniyalar, gaz plitalar ishlab chiqarilyapti hozirgi kunda. Buni sanasangiz juda ko'p. Hozirgi kunda nержавейка mahsuloti hamma sohada ishlayapti. Shunaqa dekorativniy ofislar, oshxonalar, shularga ham buyurtma asosida aytgan mahsulotni chiqarib beryapmiz. Qanaqadir bir dekorativniy bir hozir dizaynerlarimiz rivojlanib ketdi. Ishlab beryapti. Shu narsani bizga razmerini chizib olib kelib beryapti. Biz xuddi shu narsani chiqarib gold rangda, oddiy silver rangda, silver rangda aytgan figuralargacha chiqarib beryapmiz. Nержавейка mahsulotlariga mana respublikamizda qaysi viloyatlarda talab ko'p? Birinchi o'rinda baribir eng kattasi Toshkent. Toshkentda birinchi o'rinda, Vodiydan Namanganda ham juda e'tibor kuchli, ishlab chiqarishlar kuchli. Nержавейка mahsulot. O'zi namanganliklarda ishbilarmon deyishadi. Namangan xalqi mirishkorda. Endi ishlab chiqarmagan narsasi yo'q ularda ham. Keyin Voha. Vohada ham endi qiziqish ortib boryapti. Voha ham sezilarli darajada o'syapti savdosi. Nержавейкada. Vohada ham chunki hozirgi paytga kelib ishlab chiqarishlar ko'payyapti-da. Shuni hisobiga ketdi. Shuni hisobiga o'syapti ancha. Lekin baribir Namangan vodiyda nomeraning ularni ichki dizaynga, hollariga, zinalariga shu darajada ishlovlar bo'lyapti. Bu bizga ham ma'qul kelyapti. Xonadon egalariga ham ma'qul kelyapti. Bizda premium klass mavjud. Uylarning ichiga qora latundan, xrustanli, qimmat tumbalar dizayner chizib beryapti. Bizi bolalar birga bir holatda sinfga qilib beryapti uni. Shu darajada go'zal chiqyapti, uyni ko'rkiga ko'rk qo'shyapti. Bunga tobora e'tibor kuchayib ketyapti. Bizda 4 fasl bor. Nержавейка mahsulotlarimiz shu sovuq issiqlarga qay darajada turib bera oladi? Nержавейка o'z nomi bilan zanglamas mahsulot hisoblanadi. Buni fasllarga chidamliligi yozda ham, qishda ham o'z holatini yo'qotmaydi. Boya aytib o'tganimdek, ozgina e'tibor sinfga qilib bergan ustalarimiz tomonidan taqdim etilgan sertifikat qo'llanmada ko'rsatib o'tilgan qoidalarga amal qilsa, uzoq yil xizmat qiladi. Bobur aka, tashrif uchun rahmat. Obunachilarimizga ham juda foydali bo'ldi deb o'ylayman. Agar sizlarda qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar. Bu podkastimizni xudo xolasa yana davom ettiramiz. Keyingi podkast sonlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Metalmart. Mustahkamlik va sifat uyg'unligi.